Ko'ryapsizmi, hammasi chalkash. Bu tizim yo'qligi sababli hammasi chalkashib ketgan. Xuddi marketing ham shunday. Agar u tizimsiz bo'lsa, natija ham chalkash bo'ladi. Salom, men Ziyodulla Hakimov. Bugungi darsimizda raqamli marketing tizimi mavzusini o'rganamiz. O'tgan darsda marketing bu reklama emas, balki mijozni tushunish ekanligini ko'rdik. Ammo yana bir asosiy muammo mavjud. Muammo tizim yo'qligida. Keling, buni oddiy bir misol orqali ko'rib chiqamiz. Shunda hammasi sizga yanada aniqroq bo'ladi. Ko'rdingizmi? An'anaviy marketingda natijani aniq nazorat qilish qiyin edi. Endi esa buning qanday ishlashini ko'ramiz. Salom, buyurtmangiz. Rahmat. Bu videoda aynan nimani ko'rdingiz? U videoda raqamli marketing faoliyatini markazida iste'molchi turishi aniq ko'rsatib berilgan. Demak, sxemadan ham ko'rinib turibdiki, raqamli marketing iste'molchi markazida hisoblanadi. Kanallar orqali biz mijozga yetib boramiz. Bu ijtimoiy tarmoqlar, qidiruv tizimlari va boshqa aloqa yo'llaridir. Texnologik infratuzilma esa jarayonni boshqaradi. Jumladan CRM, analitika va avtomatlashtirish orqali. Natija esa barcha tizimlar birlashib, mijozga yo'naltirilgan samarali marketingni yaratiladi. Demak, biz ko'rdikki, raqamli marketing tizimida iste'molchi markazda turadi. Barcha kanallar va texnologiyalar samarali ishlaydi. Endi savol tug'iladi. Bugungi kunda, ya'ni 2025-yil holatiga ko'ra dunyo bo'yicha nechta smartfon faol ishlamoqda? So'nggi baholash natijalariga ko'ra 2025 holatiga kelib dunyo bo'yicha faol smartfonlar soni 7.3 milliarddan 7.5 milliard atrofida baholanmoqda. IoT qurilmalarining ulanishi esa 11 milliarddan oshgan. Shuningdek, foydalanuvchilarning katta qismi, ya'ni taxminan 75-80% uyg'ongandan keyin dastlabki 15 daqiqagacha telefonni tekshiradi va kun davomida bu harakatlarni o'rtacha 120-150 martagacha takrorlanadi. Bu raqamlar shuni ko'rsatadiki, bugungi kunda mijoz doimo onlayn va eng muhimi, u har doim qaror qabul qilish jarayonida. Bundan kelib chiqadiki, bugungi kunda eng ko'p foydalanadigan onlayn platformalarda raqamli marketing tizimi qanday ishlashini amaliy tarzda ko'rib chiqamiz. Marhamat, navbatni amaliyotchiga beramiz. Bugungi kunda Telegram mamlakatimizda eng ommabop onlayn platformalardan biriga aylangan. Millionlab foydalanuvchilar undan har kuni faol foydalanadi. Shu sababli raqamli marketing tizimida u muhim kanal sifatida xizmat qiladi. Endi savol tug'iladi. Telegram raqamli marketing tizimida qanday ishlaydi? Bu jarayon kanal yaratishdan boshlanadi, auditoriya yig'iladi, kontent orqali ishonch shakllanadi va oxirida mahsulot taklif qilinadi. Endi bu jarayonni Telegram ichida qanday ishlashini ko'rib chiqamiz. Kompaniya kanal yaratadi, kontent joylashtiradi, foydalanuvchilar uni ko'radi, ishonch hosil qiladi va oxirida mahsulotni xarid qiladi. Endi esa boshqa bir mashhur platforma Instagram misolida bu jarayonni qanday ishlashini ko'rib chiqamiz. Bu yerda marketing boshqacha. Kontent orqali emas, balki algoritm orqali ishlaydi.
Shuning uchun Instagram bu marketingning eng kuchli qurollaridan biri. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Bu tizimni amalda qanday ishlatish mumkin? Juda oddiy. Masalan, siz biror mahsulot sotasiz, Instagramda sahifa ochasiz, chiroyli va foydali postlar joylaysiz, reklama berasiz va sizga qiziqqan odamlar o'zi sizni topadi. Endi esa bu jarayonni yanada yaxshiroq tushunish uchun Instagram jamoasi ishlaydigan ish muhitiga nazar tashlaymiz. Bu yerda nafaqat texnologiya ishlaydi, balki kreativ fikrlash va jamoaviy ish muhim rol o'ynaydi. Har bir g'oya millionlab foydalanuvchilarga ta'sir qilishi mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Qiziqarli misollar uchun rahmat Murodjon. Endi esa bugungi mavzuyimiz raqamli marketing tizimining xulosa qismiga o'tamiz. Demak, raqamli marketing tizimida iste'molchi markazda turadi. Kanallar mijozga yetib boradi, texnologiya esa jarayonlarni boshqaradi. Telegramda bevosita aloqa, Instagramda esa algoritm orqali ta'sir. Natijada esa mijoz qaror qabul qiladi. Kim bu tizimni tushunsa, u bozorni tushunadi. Kim uni to'g'ri ishlatsa, u bozorda yutadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darsda ko'rishguncha.